fayzli yaxshi bitta mahalladan 3-9 sotuvdan iborat bitta xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Ko'chalarni qaranglar, kengligini, огородlari katta. Aytayotgan xonadonimiz shu bo'ladi. Shayxon Tohir tumani eski Hammom ko'chada joylashgan. Hozir xonadonni ichiga kirib, birma-bir ko'rsataman. Qaranglar, kirganimizda yo'liga spokойно ikkita mashina sig'adi. Hovlimizni o'rtasida zeleniy zona qilib qo'yishgan, mevali daraxtlar ekib qo'yibdilar odamlar. Mana bu yerda imorat oldi tarafiga qurilgan bitta hol bor. Ichkarida yana bitta zal bor. Ibolxonada ikkita xona sanuzel dushovayalari bor. Bitganiga 10 yil bo'lgan, oxirigacha yetmagan qurilish. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, katta zal bor. Yonida spalni, ichida dushovayalari bor. To'g'rida bo'lsa, oshxona bor. Bemalol ovqatlarni maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Yonida kichkina xonasi bor. Mana bu yerda hammom va hojatxona. Mana bu yerda tegi полностью podval. Naryo binoni ham tegi полностью podval. Masjid, bog'cha, maktab 200-300 metr atrofida. Xonadonimizni 225 ming baholovimizni, ya'ni ozgina savdolashadigan joylari bor.